Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Jamolxon, Sayfullayev o'rtoqlar bormisizlar? Yaxshimisizlar? Aziz, qadrli, qimmatli obunachilar, qalaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? O'zimizni vatanimizdan turib kuzatayotgan, hattoki musofir yurtlardan, dunyoning narigi chekkalaridan kuzatayotgan aziz, qadrli obunachilar, o'zingizlar omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun yana sizlar bilan mana internet ne'mat orqali yana ko'rishib turibmiz. Ko'pchilik obunachilarim SMSlarda, menga Telegramdan, WhatsAppdan juda ham ko'p aloqaga chiqishdi. Ha, aytgandek mana shaxsiy telefon raqamim, WhatsApp, Telegramdan bog'lansanglar bo'ladi. Ish vaqtim 9 dan 9 gacha. Menga kommentariyalarda zo'r SMSlar yozayotgan, kommentariyalar bildirib, menga yana ham ishlashga kuch-quvvat berayotgan qimmatli bo'lgan meni qadrdon obunachilarim. Alangali salom sizlar uchun. Menga kommentariyalarda qanaqa zo'r tilaklar, zo'r fikrlar bildirayotgan bo'lsanglar, iloyim o'zingizlarga undan 10 baravarini tilab qolaman. Amin deb yozib qo'yinglar qo'shilganlar. Hamma bemorlarga shifo bersin. Xo'p, bugungi videoyimiz hammanglar bilgan mana shu darmon choyi yaqindagina mana ixtiro bo'lgan darmon choyimiz haqida bo'ladi. Kichkinagina obzorcha desa ham bo'laveradi kanalimda. Va undan tashqari kimyo fanlari doktori professorimiz, Alloh rozi bo'lsin, juda ham katta ish qilganlar. Mana shu Aslidoxfen ayollar saratoni profilaktikasi uchun. Ascorcumin forte bu universal, bu ham saraton profilaktikasi uchun biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalari. Bu oltindan qimmat narsa. Hammani xonadonida bo'lishi kerak. Va kim saraton bilan og'riyotgan bo'lsa, saratonga qarshi kurashayotgan bo'lsa, albatta 300 xil saraton bo'lsa, har qanaqa turdan qat'iy nazar, qanaqa bosqichdan bo'lishidan qat'iy nazar, metastazasi bormi, yo'qmi yoki umuman rakka aloqasi yo'qmi, sog'lom holatda ham o'zini profilaktikasi uchun ichib qo'yadigan narsa do'stlar. Shu to'g'risida yangi obunachilarimga ma'lumot berib qo'yapman. Xo'p, kimgadir mana shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqaga chiqinglar, yetkazib berish, ma'lumot berish bu haqda va buni ichayotganlarga parhez ro'yxatini ham Telegram, WhatsApp orqali tashlab berish xizmatlarimiz bor. Tushunmaganinglarni so'rab olasizlar. Muhimi, profilaktika vositasi saraton bilan xohlasangiz, kimyo bilan xohlasangiz, nur terapiya farqi yo'q. Birgalashib qilsanglar juda ham tezlashib ketadi tuzalishinglar, oson qutulasizlar. Ya'ni kimyolar ham yengil o'tib ketadi. Buni oldingi videolarda ham qilganmiz va buni ichib 100% tuzalgan bemorlar bilan ham hattoki uylariga borib ham intervyular qilganmiz. Buni olib ichinglar, buni tavsiya qilamiz. Bir emas 4 ta olimning mehnati bor bu yerda. 40 yillik mehnat do'stlar. Ko'pchilik bilmas. Lekin har qatda olib ichib ko'rganlar va meni Jamolxon 84 Telegram gruppamdagilar hamma biladi. Juda ham ko'pchilik hozirgacha ichyapti. Mana shu nomerlar orqali olib, uylariga yetkazib, juda ham ko'pchilik duoni tegida qolganmiz xullas, mana shu mahsulot tufayli. Iloyim kasalliginglar qolmasin, iloyim tez oyoqqa turib ketinglar. Xo'p, bugungi videoyimiz ko'p vatandoshlarimiz, bizani obunachilar meni muntazam kuzatib boradigan ya'ni bemorlar va obunachilarning talablariga binoan mana shu darmon choyini obzori bo'ladi. Ichida nimalari bor? Tarkibi qanaqa? Kimlarga mumkin emas, kimlarga mumkin? Funksiyasi qanaqa? Buni ishlab organizm kirgandan keyin ishlashi qanaqa haqida qisqacha bitta chiroyli video qilmoqchiman. Xo'p, sizlardan bo'ladigan bitta like va do'stlaringizga podelitsiya, chunki juda ham foydali, manfaatli video. Hali oldi qochdi videolar bir-biriga ulashasizlar-ku. O'shandan ko'ra chandon foydali, ayniqsa salomatlik haqidagi video chandon foydali, zarar qilmaydigan video bo'ladi va savobga sherik bo'lasizlar sizlar ham. Sog' bo'linglar. Demak, biz boshladik. Xo'p do'stlar, darmon choyimiz aslida nimalardan tashkil topgan va uning funksiyalari haqida. Birinchi o'rinda buni foydalari. Nimaga foyda? Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, avvalo buyrak osti bezi shamollashlarda, gastrit, yazva va qon ketishida juda ham samarali vosita. Gormonalniy buzilishlar, ya'ni ishib ketgan odamlar, to'la bo'lib ketgan, o'zini parhez qilsa ham, sportga borsa ham va hokazo nima qilsa ham ishib ortiqcha vaznga erishayotgan bemorlar. Bu ham bir kasallik. Bunga ham xudo xolasa yechim bo'la oladi degan umiddaman. Xo'p, organizmda yetmagan elementlarni boyitib berishga juda zo'r. Organizmingizda nimadir yetishmaydi baribir, to'g'rimi? O'shani bu bo'shliklarni to'ldirib ketadi. Demak, sog'lom odamlar ichib qo'ysa shundan juda ham zo'r. Eng alamlisi prostata bezi erkaklar uchun muammolarga, qovoqda shamollashga, ya'ni prostata bezi yallig'lanishga juda ham zo'r. Mana prostata saratonlari bor, prostata adenomalari bor. Ko'pchilik shundan aziyat chekadi. Ayniqsa 50-60 dan oshgan u amakilar juda ham shunga. Shuni nima qilish kerak desa, birinchi o'rinda Ascorcumin forte olinglar. Kunda 4 mahaldan, ovqatdan 1 soat oldin bo'ldi, ketdi. Parhezni o'zim tashab beraman. Mana shu darmon choyi qo'shinglar do'stlar. Buni qanaqa bo'ladi? 15 kun ichiladi, 15 kun.
kuniga bitta paketchasini oldingi videoda ko'rsatdim. Shunda 1,5 litrli termosga solib damlangandan keyin mana shunaqa choy tusga kiradi. Mazasiga gap yo'q. Kompot deysizlar. O'zingizlar ham kompot bo'lasizlar buni mazasiga. Mana bundan buyon qish endi kompotlar esa organizm talab qiladi. Lekin afsuski saratonga chalingan o'sma kasalliklar bilan kurashayotgan sahr diabetligi mumkin emas. Bu shakarlarga boy va kompotlar juda mumkin emas. Shuni o'rniga mana shuni damlab qo'ying, ozgina sovutib qo'ysangiz kompot bo'ladi. Men o'zim kuniga 1,5 litr ichyapman. Mana hozir ham mana ichib o'tiribman. Ta'miga, hidiga maza qilasiz. Xullas tavsiya qilaman. Rangi ham mana ko'rsatib yaqinroqdan mana. Juda ham ichishli bo'lib turibdi, tiniq, zo'r. Ozgina cho'kmalari bor, cho'kilgandan keyin maza qilib ichib maza qilsanglar bo'ladi. Xullas o'sha prostata adenomaga mana shu askorkumi fortedan ichib turib, ya'ni mashina qo'shimcha qilasizlar, juda ham zo'r effekt bo'ladi. Men bu yerda doktorlarni nima deydi, lichinasiga aloqam yo'q. Lichinani ular o'zlari bilan hal qilaverasizlar. Bu yerda faqat bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan tabiiy 100% kasallikni bemor bo'lmasdan oldini olish va kasallik bo'lsa o'sha meditsinani lichinasidan tashqari uy sharoitida nimalarga e'tibor berish va nimalar qo'shimcha qilsak bo'ladi deganga savol javob o'laroq mana shu videoni tayyorlaymiz. Iloji bo'lsa qog'oz qalam olib yozib o'tiringlar yoki qayta ko'ringlar. Bir marta ko'rganinglarda eslab qola olmasanglar qayta ko'rib olinglar. Keyin iltimos videoni oxirigacha ko'rsanglar, diqqatni bir joyga qo'yib ko'rsanglar, juda ham manfaatga ega bo'lasizlar, salkam doktor bo'lib qolasizlar. Xo'p, salomat bo'linglar. Ketdik, boshlaymiz. Xo'p, gormonal buzilishiga aytdim, organizm yetmagan alimentlarni aytdim, prostata beziga yechim bo'la oladi aytdim. Ayollardagi jinsiy shamollashga, kista mioma eroziyaga va hokazo. Endi qaranglar do'stlar. Ayollar saratoni dediga kimyo olasizlarmi, boshqa qilasizlarmi, meditsinani lichinasidan qat'iy nazar aslidoksifen kapsulasi kunda 4 mahal. Sog'lom bo'lsanglar profilaktika uchun 2 mahal yetkazib beramiz. Shifo 100% tabiiy. Qaranglar buni tarkibini bomba tabiiy narsalardan qilingan. Xo'p, mana mashini ichisizlarda, bundan tashqari mana shu damlama. Ayollarni jinsiy taraflaridagi shamollash, eroziya, mioma, kistalarga shunaqangi yugurtiriblar, davolab qo'ya qoladi. Shunaqangi zo'r. Endi balki davolamas, balki oldini olishi ham mumkin. Endi kimga qanaqa? Sog'lom bo'lsangiz oldini oladi, kasal bo'lsangiz yordam beradi, tezlashib ketadi do'stlar. Hushyor bo'lasizlar, ayollaringizga tavsiya qilib qo'yinglar. Xo'p, o'sma kasalligi, ya'ni ichida antioksidantlar bor. Buni hozir videoni oxirrog'ida men nima qaysi buni ichidagi tarkiblar antioksidant, qaysi prostataga, qaysi o'sma kasalligiga, qaysi sahrga hammasini aytib o'taman, oxirigacha ko'ringlar. O'sma kasalliklarning oldini oladi va o'sma kasalligi bilan davolanayotgan bo'lsanglar, mana shu kapsulalardan tashqari qo'shsanglar, buni tushunarli bo'ldi, tushundinglar. Bo'ldi, ketdik. Qandli diabetga, sahr diabetga juda ham samarali vosita, juda ham zo'r. Sahrlar mana o'zi qandli diabetlar juda ham shirinlikdan parhez qilib, joy-joyiga qo'yib, hammasini vaqt-vaqtida qilib yurib, uyqularni vaqt-vaqtida 10 dan kech uxlamasdan metabolizm zo'r ishlab bersa va mana shundan ham nima deydi, mazasida ozgina shirin ta'mi ham keladi. Mana kompotli napitkalar ular mumkin emas, mana shuni ichiladi, ham ularni o'rnini bosadi, ham sahri tushadi me'yorga. Sog'lom bo'lsa, agar sahrni diabetga qarab yurayotgan bo'lsa organizmingiz, shuni olib qoladi. Do'stlar, juda ham zo'r narsa. Xo'p, qichima kasalliklarning hammasiga tavsiya etiladi, qichima. Xo'p, asab qon tomirlarini taranglashtirib ketgan o sahalga jig'i biron bo'laveradigan, yuragi siqilaveradigan negativ odamlarga ham shuni tavsiya qilamiz do'stlar. Negativlar eshitib olinglar, sizlar bobda ham chiqardik. Negativlarga ham yetkazib qo'yinglar, ular ham ichsin. Zora pozitiv fikrlaydigan bo'ladi. Xo'p, jirovoy gepatoz, jigarni yog' bosganda, katta qorin kuchi qo'yib ketganda, yog'lari bo'lib ketib, jigar qorinlari ko'payib, mashnaqa bo'lib, jir bosgan, haliga aytganimdek, jigarni yog' bosishlari, gepatitlar, gepatit C'lar, jigar qotishlariga, umuman mana gepatoprotektor rolini bosadigan do'stlar darajada kuchli. Ya'ni jigar muammosi bor. Askorkumin sraz olasizlar, kunda 4 mahal ketdi. Buni qo'shasizlar. Juda ham samarali vosita bo'ladi. Sinovdan o'tdi. Juda ham ko'pchilikga ichirdik. Alhamdulillah tasanno deyishdi. Xullas yetkazib qo'yasizlar tanishlarga. Ana endi oshqozon mikroflorasini yaxshilaydi va ich qotish, qabziyat, kolit, ichidagi aylanmalar, o'zingizga ma'lum saraton bilan kurashayotgan va hamma kasalliklarga chavodagi aylanmalar zo'r bo'lishi kerak. Ich qotish mumkin emas do'stlar. Shuning uchun mana shuni ich qotib yuradiganlar bor.
Shuni ko'pchilik ichyapti. Birinchi aytayotgan narsasi ichim me'yorda keladigan bo'ldi. Hojatga mazza qilib borib kelyapman degan bemorlar ham yo'q emas do'stlar. Birinchi o'chirda shu ichlarni ham tozalab olinadi va o'tli bakteriyalarni tushirib tashlaydi. Va toksinlarni haydaydi. Zararli yog'lar bor, zararli yopishib yotgan va o'tda yosh bolalarda ayniqsa gijjalar, boshqa mana shunaqa parazitlar juda ko'p bo'ladi. Ana o'shalarni haydaydi do'stlar. Juda ham zo'r. Ha, machagonni oldindan aytib qo'ying, machagonni. Bu degani o'sha hojatga tez-tez olib boradi. Chunki 1,5 litr suv kirgandan keyin 1,5 litr suv qayerdandir chiqib ketishi kerak. Yo teri bilan, yo boshqa bilan chiqib ketishi kerak, to'g'rimi? Xo'p, shunaqa funksiyalari bor. Shamollashlarni olib chiqib tashlaydi do'stlar, shamollashlarni. Jinsiy zaiflikka juda ham samarali vosita, jinsiy zaiflikka. Buni ham inovatga olib qo'ydi. Va endi bu yerda aytib bo'lmaydigan kasallar ham bor. Mayli, ularni keyinga olib qo'yamiz. Lichkada uni, misol uchun, individualniy deydi-yu. O'zi lichkada savol bo'lsa, erkaklar o'zingizlarga javob berib qo'yamiz. Yana bir ikkita zo'r, nima deydi? 18 pluslarga ham zo'r do'stlar. Xullas shundaylar. Xo'p, va chiroyli ozdiradi. Chiroyli ozdiradi. Mana bizani o'zbeklarni dasturxonini ko'rsanglar, juda ham umuman O'rta Osiyoni dasturxonimiz yog'li, kaloriyaga boy, to'g'rimi, shirin, xamirli taomlarni yaxshi ko'rishadi, qo'y go'shtidan qilishadi va hokazo. Lekin mana bunaqa kompyuterda o'tirib, ertaga kech mashinada yurib va hokazo mana shunaqa qilib yog' bosishni boshlaydi do'stlar. Undan keyin sahr kelib chiqadi, jigar kasalliklari va hokazo, suyak kasalliklari, umurtqalar, boshqa davleniyalar boshlanadi. Mana do'stlar, yechimi bor ekan-ku. 1,5 litr ichinglar. Mana bitta bemorimiz bo'ylari ham past ekan, ham o'zlari 87-90 ga qarab ketgan ekanlar, shishib ketganlar. Ko'pchilik na hurmat qiladi deylar, na ko'pchilikning oldida bemalol o'tirib bundoq qizlarning ichida uyalib qolaman, va hokazo, na suv ichib keladi menga deb shu sinimiz juda ham tushkunlikka tushgan ekanlar va asabiylik, sal gapirib ko'tara olmay uyga kirib yotib oladigan mana shunaqa qaysar bo'lib qolgan ekanlar. Shuni deylar, mana 5 kun ichdim. Olganiga 5 kun bo'ldi ichdim deylar. 1 kiloga 900 gram tarozda har kuni chiqib turibman. Muntazam diyet qilayotganim yo'q, sportga borayotganim yo'q. Kundalik ishimni davom ettiryapman. 1 kiloga 900 ozdim deylar. Ozg'inlardan xabar olsam, yo'q, vesim joyida turibdi, Xudoga shukr, lekin ichlarim yurish yaxshi, ozib ketmadim deydi. Demak, bu olimlardan so'rasak aytishadiki, zararli yog'larni ortiqcha vaznni yo'qotadi. Agar o'zingiz qaddi qomatingiz zo'r bo'lsa, o'shani ushlab qoladi, zararli toksinlarni haydaydi, sog'lomlari qoladi, kerakli jirovoylar qoladi. O'zingizga ma'lum shunaqa detokslar chiqib ketdi internetda juda boy. Ana o'shalar haydaydi deydi, ozdiradi deydi. Juda tez ozdiradi, xunuk ozadi. Sog'lom yog'lar, kerakli moddalarni ham qo'shib tushirib yuboradi. Mana bu tabiiy. Bunga hech narsa yetmaydi do'stlar. Hop, davom etamiz. Xo'p, ich qochishlarni aytdik, qorindan bo'lishlarni aytdik, bezarar ozdiradi, metabolizmni tezlashtiradi. Metabolizm tezlashgandan keyin haligi gap, yegan ichganingizni ham tez parchalab tushirib yuboradi. Bu metabolizmda gap qopda. Buni endi alohida ko'rsatib qilish kerak. O'shani yaxshilaydi metabolizm do'stlar. Yog'larni parchalaydi, toksinlarni chiqaradi, jinsiy quvvatni oshiradi, mana. Soch to'kilishi masalalari. Ayollarda juda katta muammo soch to'kilishi. Har xil shampunlarga yuvishyapti, ximikat do'stlar. Mayli qilaveringlar, mashindan ichib yuringlar, soch to'kilishinglar to'xtaydi, sochga oq tushib ketishlarga, erkaklar ham choch qolmaydi, tepakali bo'lib ketadiganlar juda ko'p. Mayli, u ham bir husn, u ham bir fayz beradi, lekin do'stlar, ko'ngilga olmanglar. Lekin ichib yursanglar, sochinglar ham juda ham qalin, juda ham yaxshi bo'ladi, jozibador bo'ladi. Eng muhimini aytaymi? Odam bilan minglab dollarlarni ishlatadigan bitta ish bor. Yosharib qoling, yosh ko'rining deb ayollar bitta mashinani pulini labiga, yuzlariga tiqib yuboradiganlar bor. Mana do'stlar, kerak emas. Mana bunaqa narsalardan foydalaninglar, tabiiy. Qaranglar buni rangini. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'limda ushlab turib, sabrim yetmadi-da. Video tugagandan keyin ichaman dedim, bab qo'plab qo'ydim. Aytib yurmisizlar. Sizlarga ham yetkazib beramiz mana mana shu nomerlarga. Sizlar ham maza qilib ichasizlar. Xo'p. Xullas, chiroyli yoshartiradi. Hozir qanaqa qilib yoshartirishini oxirida men sizlarga o'qib beraman. Hozircha faqat qo'llanishlarni aytib beraman. Xo'p, magniy kaliy yurakni temir tizimini mustahkamlaydi. Ana, yurakni tempo o'ynaydiganlar bor-a? O'shanga taxikardiyalar bor, va hokazo yurak birdan sinchib qoladiganlar bor. Mana shunda ushlab qoladigan odamlar bor. O'shalarga juda ham natija zo'r beradi. Xo'p, undan tashqari yuragida toshi bor odamlarga juda ham samarali. Toshni haydashi mumkin, maydalar eritib yo'qotishi mumkin. Xo'p, bu ham inovatga olib qo'yilgan ko'pchilikning muammosi. Miyadagi qon aylanish sistemasi, miyaga yaxshi qon kislorod yetib borishni ta'minlaydi.
Qon tozalanadi do'stlar. Qon tozalanadi organizmda. Bu degani o'zi 50% ga sog'lom degani. Qon tozalansa, jigar tozalansa, qon tozalansa, immunitet oshsa, o'ylaylar yurak joyida ishlasa, metabolizm zo'r ishlab tursa, bu yana qanaqa bemor bo'lishi mumkin do'stlar? Immunitet baland bo'lganning o'zi, metabolizm shu qon bu katta muammo. Tomirdagi tromblarni yo'qotadi. Tomir insult bo'lishini xavfini oladi, insult bo'lishini xavfini oladi. Insult bo'lganligi ham beringlar hali ham kech emas. Ya'ni mana shu bilan qo'shib juda ham zo'r effekt beradi. Infarktlarni oldini oladi. Bitta choy bilan shuncha muammo hal bo'lsa, bu qanaqa bu? Alloh har narsaga qodir zot. Hozir men sizlarga o'shini tarkiblarini ham aytib beraman. Qanaqa qilib o'sha narsalarga foydaligini ham aytib beraman. Faqat sabr qilib videoni oxirigacha ko'rib bersanglar bo'ldi. Xo'p, endi tarkibida sink moddasi bor. Saratonga antioksidant sink moddasi juda ham zo'r kurash beradi. Selen moddalari, sink moddalari bor, temir moddalari bor, vitamin C bor, vitamin D bor, antioksidantlarga boy mahsulot. Bu yerda hozir 6 ta mahsulot bor do'stlar. Hammasi antioksidant. Rakka qarshi, o'sma kasalliklariga qarshi, mioma kasali, shamollash, immunitet hammasiga. Ya'ni agar bu bilan birga kompleksni qiladigan bo'lsak, undan ham dahshat bo'ladi. Xo'p, sink nima qilib beradi? Miya faoliyatini yaxshilab beradi. Immun tizimni yaxshilab beradi. Sog'lom teri sog'lom bo'lishini ta'minlab beradi. Sochlarning mustahkam bo'lishini ta'minlab beradi. Mushaklar, ayniqsa tirnovka qiladigan, yigitlar, boshqalar, mana shu tirnovkadan keyin shuni ichinglar. Mushaklarni, ya'ni joyiga, mastanamleniya deydi-yu. Qattiq nagruzkada bilasizlar, tomirlar uzilib, yirtilib, paylar boshqa anaqa bo'ladi. Buni ketidan ichib olgandan keyin proteinga o'xshab bu juda ham zo'r ishlayveradi beradi bu. Kerak, mushaklarga kerak bo'ladi ayniqsa. Xo'p, ko'rish qobiliyati, zreniyaga, ichidagi qon aylanish, kataraktalarga, parda tushishlarga, voy juda ham buni ko'zga taalluqli joyi katta. Ya'ni sink qilayotgan ishlari yana boshqa bu yerda vitamin A lar bor, ular ham ko'zga juda ham zo'r ta'sir ko'rsatadi. Ko'z eng muhim narsa. Shariatda odam o'ldirib qo'yganning xuni qanday bo'lsa, ko'zga bog'liq hukmlar ham xuddi odam o'ldirgandagi bir xil hukm ketar ekan. Kecha bir kitobda o'qib qo'ydim, aytgancha. Bu ma'lumotlarni bu bola qayerdan olib bidirilyapti bizga desanglar, Liboyning ovozini o'chiradigan Tibbun Nabaviyya cho'tda yozib qo'yibdi. Tabobatga bundan oliy kitob yo'q deb yozib qo'yibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gaplariga, Allohning Qur'ondan olingan gaplariga, buni mana 4 ta tomi bor, 4 ta jildlari bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan o'tgan shunaqangi zo'r kitoblar bor. Men o'rischa ekan, ularni o'zbekchaga tarjima qilib o'tlardan oldim do'stlar. Mana bunaqa bo'ladi. Mana Tibbun Nabaviyyaga o'xshagan va professorimiz, kimyo fanlari doktori saraton dardi bedavomi deb Rustam Nurdinov mana shular ixtiro qilgan mana shu batlarni videolar qilyapmiz-ku, mana shularning kitoblari. Bu oltinga teng kitoblar. Mana mashlarda adabiyotlardan olyapman do'stlar va ustozlarimiz yetarli. Zo'r kuchli tabiblarimiz bor. Odamlar tanimaydi, lekin sahrni ham hammasiga shunaqa giyohlar bilan mutaxassislar bor. O'shalar bilan raza suhbat qilib, tajriba almashyapmiz do'stlar va ularni oynai jahonga chiqib, mana bunaqa sizlar bilan bunaqa masalavozlik qilishga vaqt yo'q. Ular bemorlar qabul qilishadi. Ana o'shalardan malaka oshirib, mana sizlarga taqdim qilyapmiz. Xo'p, do'stlar. Xo'p, yaralarni tez bitiradi. Yaralarni juda ham tez bitiradi. Sink moddasining foydalari. Ketdik. Buni endi gapirsak video cho'zilib ketadi. C vitamini bor do'stlar. Vitamin C bor. Immunitetni ko'tarib beradi. Birinchi o'rinda maksimalni. Terini sog'lomlashtiradi. Mana bu ham teriga antioksidant, kuchli antioksidantga kiradi. Charchoqqa, ya'ni stressni charchab keldi, ishxonada muammolar bo'ldi, aniq keldingiz. Qizim bitta choy damlagi yoki kerak choy damla bor. Mana bundoq bo'ladi. Mana shu bir choyni choy, mana bir choyni choy bo'lib maza qilib, charchoqlarni ketkizib, yana buni oldiga qova urug'i bor-ku, o'sha ham sink, o'sha yerda ham bor, vitamin E lar bor. O'shani ham chaqib bir televizorda yaxshi narsani ko'rib o'tirsanglar, mashinada dam olasizlar va o'tirgan joylarda lichena ketyapti. Xo'p, vitamin C ni ham xususiyatlari juda katta, endi bu yerda katta ma'lumotlar bor, hammasiga vaqt yetkazmaymiz. Vitamin D rak saratonga qarshi, bunda ham antioksidant, juda ham vitamin D. Bu haqida vitamin D3 haqida men videolar ham chiqarganman. Instagramimda ham turibdi, YouTube'da ham turibdi, ko'ringlar. Suyani mustahkamlab beradi. Nima qilib beradi desiz? Immunitetni bu ham ko'tarib beradi. Kayfiyatingizni zo'r qilib beradi. Ya'ni bu kayfiyat choy ekan do'stlar, kayfiyat. Vitamin D lari bor-da. Onkologiyaga antioksidant, mana bu ham antioksidant do'stlar. Bir joyga yig'inmanmi hammasini?
Ana endi bomba sharbat bo'ldi. Bu portillatib yuboradi kasalliklarni, voy naridan aylanib o'tadigan qilib qo'yadi kerak bo'lsa. Xo'p, antioksidant nima desangiz qisqacha. Yoshartiradi, immunitetlarni joyiga keltiradi. Surunkali kasalliklarga zo'r, saratonga zo'r, o'sma kasalliklariga, rak, ya'ni mioma, kista, bez, limfalarga, o'shalarga zo'r. Bular antioksidantga boy mahsulotlar bilan yo'qotiladigan narsalar. Xo'p, buni davom etamiz. Magniy bor do'stlar. Magniy miya faoliyatini moshni ishlatadi. Miya faoliyatini ilm olayotganlar, studentlar, ilmiy ish qilayotganlar sizlarga kerak. Ertaga kech dars o'tayotgan o'qituvchilarimiz sizlarga kerak do'stlar. Juda ham kerak. Xotira pasayib, xotira zaiflashib qolyaptimi? Mana mashindan 3 kurs. Bir kursi 15 kun, keyin 5 kun dam olinadi. Yana 15 kun ichiladi, yana 5 kun dam olinadi, yana 3 kurs. 5 kursgacha ruxsat berilgan ekan. Tabiblardan so'radik. 5 buni tarkiblarini o'rgandida, ularga spiska qilib berganimda, ha, buningiz bunaqa, buningiz bunaqa, buningiz bunaqa, lekin bularni qorishmasa bomba bo'pti. 5 kursdan u yoqga anaqa qilishmasin deyshti. Xo'p, davom etamiz. Stresslarni stimulят qiladi. Stresslarni kamaytiradi. Jizzakilik, uyqusizlik, kechasi bilan shu xavotirda bo'lib, o'zi vahima do'stlar. Hamma kasallik dabdala qiladi. Hamma kasallikka yengilib qolasiz. Tushkunlik, stress bo'lsa, ichib kelayotgan lichinalaringiz, qilib kelayotgan bu muolajalar bir teng bo'ladi. Hamma kasallikda shunaqa. O'shaning uchun vahima, stress, bunaqa asabiylikni yig'ishtirish uchun bu yordam beradi va yaxshi. Zikr, Allohni zikr qilish kerak, tasbih olib. Xo'p. Kaliy bor do'stlar. Kaliy qon bosimini joyiga keltiradigan modda kaliy. Mushaklar bu ham haliga o'xshagan mushaklar. U asablarga, bu hammaga kerak. Asablar hozir minga chiqib yurgan payti ko'pchilik hozir jig'ib-yiyron bo'lib yurgan zamonda yashayapmiz. Mana ichinglar do'stlar, ichinglar Alloh taolo tabiatdan bizani shunaqa narsa erkalatib, narsalar chiqarib qo'yibdi va hokazo juda ham zo'r. Lekin mensimaydi ko'pchilik. Tabobatsa, bor deydi. Aptekaga kirsangiz, o'chirib ko'rasiz. Tabib oldiga borsangiz odam kam va bozorga borib shunaqa quruq mevalar sotadigan, foydali giyohlar sotadigan joyda it ham yo'q. Onda-sonda bir amakilar, opoqlar yurishgan bo'ladi. Yoshlar yo'q. Lekin hammasi propaganda, shu oziq-ovqat propagandasiga kirib qolgan fast food, mayonez, voydot, energetiklar hamma dabdala qilib tashyapti. Bunaqada bo'lmaydi, keyinchalik yashash kerak-ku. Bu organizmda shaxsan men 80-90 ga kirmoqchiman. Mani organizmim menga xizmat qilib berish kerak. Men unga xizmat qilishim kerak emas. Keyinchalik birov meni qo'ltig'imdan yeteklab, yoki hassada, yoki yotib olib, yoki sahrman voydot davlinab chiqdi deb birovlarni o'zimga jalb yo'q do'stlar. Shunaqa otaxonlarni bilaman, 80 yoshda har kuni ertalab chiqib yuguradi. Yuguradi va zallaga borishadi haligacha. Xullas, infarkt, insultlarni yetdim oldini oladi. Organizm uzoq muddat zo'r xizmat qilib beradi. Faqat parvarish do'stlar. Hozirdan yoshlikdan organizmni dabdala qilib ishlatib yormaylar. Asrab, avaylab, chiroyli, pok olib yurib, halol narsalar bilan, aytgandek, halol narsalar yeb yursanglar, organizm uzoqqa chidaydi. Harom yeb yurgan organizm umid qilmasin. Bu ham hech narsa hal qila olmaydi. Harom baribir dabdala qilib yuboradi hamma yoq. O'shaning uchun halolidan qo'ymasin, nima dedinglar? Bunga ham bitta olmang deylar. A vitamini bor do'stlar, bu ham antioksidanti bor. Ko'z nuriga asosan bunda ishlab beradigan narsa, ko'z nuringizni mana shunday qilib beradi. Bu kerak. Immun tizimini juda ham maksimalni ko'tarib beradi. Immun tizimi buzilmasa, rak bo'lmaydi buncha odam. Teringizni salomatligiga bu ham xizmat qilar ekan mana do'stlar. E vitamini do'stlar, hujayralarni himoya qilib yuboradi. Sog'lom hujayralar mana kimyoterapiya olishyapti, nur terapiya olishyapti. Shundan keyin darrov shuni boshlab yuboringlar 15 kunlik. Bitta kimyoterapiya oldinglarmi, darrov mashina boshlanglar ketidan. Chayadi, ya'ni kimyoterapiyadan, nur terapiyadan bo'lgan organizmda sog'lom hujayralar, sog'lom kletkalar dabdala bo'lgan bo'lsa, shuni o'rniga qo'yadi do'stlar. Xo'pmi? Kelishdiki. Xo'p, yurak qon tomirlarga E vitamini kerak. Teri soch yosharishga boyetdik. E vitamini xizmat qilib beradi. Teri qurib ketishlariga, ya'ni ki psoriazlarga ham juda zo'r do'stlar. Psoriazga ham shu vitamin yetishmovchilik mana shunda bor do'stlar. Va antioksidant bu ham saraton o'smalarga qarshi. Qaranglar, bitta saratonga qancha narsa, bitta immunitetga qancha narsa jamlanyapti. Bu moshni udarniy doza bo'lyapti. Xo'p, jinsiy zaiflikka mana bu ham zo'r yechim. Xo'p, ko'zimizning salomatligi mana bunda ham bor ekan. Ko'z pardasiga, katarakta ko'rishi pasaygan, uzoqni ko'ra olmayotganlar bor. Ana o'shalarga va qorong'ida ko'z dangasa, qorong'ida uncha narsani sal xira-shirada mamnaq qilib oladiganlar, ularga juda zo'r. Ya'ni bir narsani o'qimoqchi bo'lsa, yo mamnaq qiladi, yo mamnaq qiladi bir xilla. Bilasizlar, hech kuzatganmisizlar? Ana o'shalarga mamnun bo'ladi.
Ha, ko'z qon tomirlarini mustahkamlashda. Ko'zni ichida qon tomirlar bor, ana o'shalar mustahkamlansa, uncha-muncha ko'zingiz kasal bo'lmaydi. Keyin ko'z yallig'lanishi bor, ko'z saratonlarini nima ko'rganman. Oxir-oqibat ko'zini olib tashlaydi bular. O'shani oldini oladi do'stlar. Ko'zimiz qanaqa bebaho narsa bu, do'stlar. Buni qadriga yetish kerak. Endi mana joyiga hammaga tushadi. Kompyuter va telefon ta'siridan himoya. Mana shunaqa qilib o'tiraveradi-yu, hozir hammani qo'li mana shunaqa bo'lib qolgan. Qo'lda mashi, ko'z ketaveradi, kompyuterda ertaga kech o'tiradi. Mana do'stlar, mana shu narsani modda kerak bo'lar ekan. Uzoq yil xizmat qilib berar ekan. Darrov 30 dan borib ochkiga o'tib olmas ekansiz. Xo'p, endi bu juda kuchli antioksidant. Saraton, mioma, kista yallig'lanish virusiga qarshi ayollar gormonal muvozanatni yaxshilashga, bronxit, astmalarga do'stlar. Bronxit astmalarimizga juda ham zo'r vosita. Mana bundan buyon qish kelyapti, shamollatib qo'ymanglar, ehtiyot bo'lib, tellab ko'chaga chiqmanglar. Mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mayli shu antibiotik olasizlar, nima qilsanglar, yonma-yon shuni olib boringlar. Birgalikda. Xo'p, insulinni tartibga soladi. Organizmda insulin tartibga solinmasa, dabdala bo'ladi hamma yoq. Shuning uchun kerak narsa bu. Alkogol yoki energetik yoki kimyo dorilarning zararlarini bartaraf qiladi. Alkogol ichaverib, energetik ichaverib organizmlarni dabdala qilgan, oxiri borib oqqon bo'lgan yoki jigar sirroz bo'lgan, rak bo'lgan, insult bo'lgan bemorlarni juda ko'p bilaman. Endi kortizol balansini yaxshilaydi. Kortizol qanaqa modda desanglar qisqacha. Kortizol bu g'am, negativ, bir siqilish, g'am tashvishlarni, ya'ni yurak siqiladigan gormon. Shu kortizol ko'tarilib qolgan odam erkak kishi urushqoq bo'ladi, ayollari bilan ko'p urushadi va hokazo. Umuman o'zi hamma narsadan kir qidiradigan, negativ qidiradigan. Misol, oppoq narsa turibdi, o'rtada bitta qora tochka turibdi. O'sha qora tochkani ko'radi-da, bu qora ekan deydi. Aniq shuncha oq ko'rmaydi. Shunaqalar bor. Bunaqalarni Alloh taolo Qur'onda ham zikr qilgan, kimligini payg'ambar alayhisalom aytganlar, xullas shunaqalar ko'payib ketgan. O'sha kortizol ko'paygan. Endi kortizol ko'paygandan keyin nima bo'ladi? Immunitet tushadi. O'zidan o'zi kortizol ko'tarildi, immunitet tushdi. Immunitet tushdi deganda har balo kasallik kirib kelaveradi, saraton, rak, hamma narsa kelaveradi. Boshiga balo bo'ladi. Endi shu kortizol balansini joyiga kelish uchun nima qilish kerak? Ozgina fizik nagruzka, fitnesslar, suzish yoki mehnat, ozgina og'irlik, o'shanaqa fizik nagruzkalar berib turib, mana mashina ichiladi. Kortizol shunday joyiga kelib, pastga tushgandan keyin o'z-o'zidan nima ko'tariladi? Dopamin ko'tariladi mana. Dopamin ko'tarildi degan so'z bu shodlik, xursandchilik gormoni, baxt gormoni. Buni tanovul qilgandan keyin dopamin ko'tarilsa, kortizol tushdimi, o'zini orqasidan immunitetni ko'tarib olib chiqib keladi. Endi qisqacha oson qilib tushuntiryapman. Dopamin ko'tarildi, ketidan immunitet ko'tarildi, kasallik ketadi. Shu odamning krediti bormi, qarzi bormi, muammosi bormi, farqi yo'q-da bunga. To'pig'iga yetadi-yu. Umuman muammo. Bir odam kelib so'kib ketgan taqdirda ham, ha, mayli, xo'p, uzr. Omon bo'la qoling deydi, kayfiyat zo'r bo'lib turadi. Hech kim hamma bilan yaxshi gaplashib, tirjayib yuradi. Mana bu dopamin sog'lom odam, mo'min kishi shunaqa bo'lish kerak aslida. Xullas, bunaqa foydalar juda ko'p do'stlar. Videoyimiz ham cho'zilib ketyapti. Mana shu yerda yozilgan hamma narsani ustozlardan so'rab, bu adabiyotlardan qidirib, boshqa hamma yoqdan yig'ib sizlarga kichkinagina obzor qilib berdim. Xullas, hammaga mumkin. Kimlarga mumkin emas-da? Homiladorlarga mumkin emas ekan. Homilasi borlarga. Ular faqat mashina o'zini ichaveradi. Mana mashina o'zini ichaveradi, bo'ldi. Homiladorlarga buni tavsiya qilinmaydi. Machagonni yugurtiradi chunki bu. Ham 10 yoshdan kichkina bolalarga berilmaydi. 10 yoshdan tepalarga bersa bo'laverar ekan do'stlar. Qon suyultirishi bor buni. Qoni quyuq odamlarga ham suyultiraveradi. Suyultirib norma qilib beradi. Shundoq ham qoni suyulib ketgan odamlarga yarim porsiya beriladi. Misol bir kunda 1 litr ichmaydi, yarim litr ichadi. Agar saraton kasalligi bo'lmasa, ozgina asal tashlab yuboradi, mamnun bo'ladi. Saraton kasalligi bo'lmasa, saraton kasalligi, o'sma kasalliklari bo'lsa, asal qo'shmay turadi, o'zini yarim dozada ichib yuradi. Bo'ldi. Masala hal. Xullas kelishdiga hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qo'limdan kelgancha tushuntirdim. Xullas do'stlar, avvalo mana mashinadan dastavka qildiringlar, yetkazib beramiz. Men hali ham mana ichyapman. Mana shu ikkita qoldi menda. Mana shuni ichyapman. Hamda jigarim uchun, keyinchalik sahr bo'lmasligi uchun, chunki men juda baquvvat ovqatlarni yaxshi ko'raman, shirinni yaxshi ko'raman. Shuning uchun men buni balansimda ushlab turmasam bo'lmaydi. Saraton profilaktikasi uchun, o'zim uchun mana shunaqa profilaktika qilib turaman va sizlarga ham tavsiya qilaman do'stlar. Yana o'ylab ko'ringlar, majbur emas, hamma ixtiyoriy. Hamma o'z sog'lig'i uchun o'zi mas'ul, jasadimizda ham haqqi bor, buni ado qilishimiz kerak. Sog'lom tanda sog' aql.
ulug'larning gapi bor. Taoming doring bo'lsin. Doring taoming bo'lsin. Mana. Ichib ham sharbat o'rnida, ham chanqoq bosti o'rnida, ham shifobaxsh maza qilinglar. Sog'lom bo'lib yuringlar. Iloyim kasallar qolmasin. Azgina bo'lsa ham kasallik bilan hozir og'riyotganlar gunohlarga kaforat bo'lsin. Tez orada tuzalib ketinglar iloyim. Bunaqa kasalliklar bilan o'zingizlar ham ahloinglar ham og'rimanglar. Allohga omonatsizlar. Keyingi videolarimiz xudo xolisa tez orada yana qo'yamiz. Tez sizlarga yaxshi ma'lumotlarni berib turamiz. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev bo'ldim. Allohga omonat, salomat bo'linglar. Rahmat.